Mana bu hayhotdek hovli 3 kishiga kattalik qilayotgan ekan. O'shaning uchun ham ichidagi hamma mebel texnikalari qolsin, arzonga bo'lsa ham beraveraman. Faqat kiyim-kechaklarimni olib chiqib ketaman deyishdi. Aslida o'rtoqlar uy egalari ota-onalari bilan birgalikda yashamoqchi bo'lishgan, chaqirishibdi, lekin kelishmabdi. Endi 3 kishiga mana bu 6 xonali hovli kattalik qilayotgan ekan. O'shaning uchun ham arzonga berishyapti. To'g'risini aytaman o'rtoqlar, bu narxga mebel texnikalari bilan Toshkent shahardan, Sergelidan emas, Toshkent shahardan bunaqa narxga topa olmaysizlar. 1.7 sotuv maydonga qurilgan bo'lsa ham hovlida hojatxonalari qilingan, yozgi oshxonaga navesli joylari ajratilgan, hamma narsasi bor. Kirasiz yashab bersangiz bo'ldi, podval qismlarigacha qilingan. Pishkang'ishdan qurilgan bino o'zlari uchun ta'mirdan chiqarilgan orzu, havas bilan. Kirishimiz bilan bizni mana shunaqangi hol kutib oladi. Stol-stullar bilan jihozlab, televizorlargacha qo'yilgan, gilamlarigacha to'shab qo'yilgan ekan. Mana shunaqangi chiroyli oppoq eshiklarimiz o'rnatilgan. Havas qilsa arzigudek xonadon. Yangi mebellari, otaxona xollarimizga, duogo'ylarimizga mana shu chiroyli otaxonani bersa bo'lar ekan. Qaranglar, ichida o'zini sanozellariga ham ega, issiqpol va radiatorlar asosida isitilar ekan. Hujjatlari joyida, unaqasidan o'ylanmasanglar ham bo'ladi. Narxini video davomida aytaman. O'zingizlar eshitib, to'g'risi hayron qolasizlar. Bu yoq tomonda birinchi qavatimizning umumiy sanuzellarini ko'rishingiz mumkin. Cho'milish uchun, dush olish uchun ham sharoitlari bor, vannalari qilingan. Mana bu joyda mazza qilib, oila a'zolaringiz bilan televizor ko'rib o'tirishga sharoitlar bor ekan o'rtoqlar. To'g'risi, kim ham o'ylabdi deysiz, 1.7 sotuvli hovliga shunaqangi keng mo'l sharoitlarni qilib olish kim xayoliga kelibdi o'ylaysiz? Mana bu oshxona mebellarda hattoki orolchalarigacha qilingan. Qoyilmisizlar? Atrofda maktab bog'chalari bor ekan. Xullas, narxni aytishga shoshib ketyapman. 134 mingga mana shu hamma mebel texnikalari bilan 6 ta xona uyi bilan hamma narsasi bilan qoldirib ketishyapti. Narxi zo'rmi? O'zingizlar bitta fikr qoldinglar. Mana bu orqa hovlidan ko'p aytardim, kir quritish maqsadida foydalansa bo'ladi deb. Qaranglar, bu shunaqa maqsadda foydalanishayotgan ekan. Aslida o'rtoqlar, mana istalgan hovli joyda, kvartirada kir quritish muammo. Balkoningiz bo'lmasa, boshqangiz bo'lmasa, hovlingiz bo'lmasa, to'g'risi qatqilas. Uyga elsangiz ko'pchilik bakteriya tarqaydi deydi, boshqa deydi. Mana shunaqa joylar bo'lgani yaxshi-da, to'g'rimi? Orqa hovli tomonga shunday olib chiqib qo'yasizlar, darrov quriydi. Kechki qavatga chiqqanimizda mana shunaqangi katta koridor, chiqurishimizga mozaik oynalarimiz, lyustralarimiz hashamatli qilib turibdi. Endi birinchi xonadan boshlasak, bu yoq tomonda bitta xon taxtali mehmonxonamiz bor, o'rtoqlar. Zo'rmi? Chiroylikkina xona, bejirim, mehmonlar kelib qolsa mana shu ayollar alohida, erkaklar alohida qilib bemalol joylashtirurasizlar. To'y maraka bo'lganda bemalol qarindosh urug'larni chaqirurasizlar. Inshaalloh mana shunaqa chiroyli hovli egasi bo'linglar. Ehson dasturxonlariga yaqininglarni, qarindosh urug'larni chaqiringlar, duo qilib ketsin inshaalloh. Mana bu ota-onalar xonasida ham hamma mebellari bor, o'zinchida sanuzellarigacha qilingan ekan. Toshkent shahar Sergeli tumani Beruniy Sultonobod ko'chasida joylashgan bu uylarimiz. Baland eshiklar koronalarigacha o'rnatilgan, ya'ni korona degani o'zbekchasi tojlarigacha o'rnatilgan, hashamatli qilib ko'rsatadi bu eshikni. Bo'yalgan, ya'ni krashinli eshiklarimiz. Ikkinchi qavatda o'zida 4 ta xonani ko'rishingiz mumkin. Mana bunisi bo'lsa 4-xona, radiatorlarni ko'ryapsizlar, yaxshi sifatli radiatorlar qo'yilgan ekan. Hurmatli mijozlar, agar 134 ming pulinglar bo'lganda mana shu hovlini sotib olgan bo'larmi deydi. Biz sizlar uchun faqatgina bu variantni olinglar deb turib olmaymiz. Ko'ringlar, mana masalan sizlarga 100 mingdan 150 minggacha bo'lgan hovlilarni ro'yxatini tayyorlab qo'yganmiz. Opisaniyada kirib bemalol ko'rishingiz mumkin. Yaxshi niyatda shunaqa chiroyli hovlilarda biz ham yashaylik, oilamiz bilan baxtli hayot kechiraylik, farzandlarimizni aqlli, dono, bilimli qilib tarbiyalaylik, katta qilaylik shunaqangi uylarda deb yaxshi niyatda yurgan birodarlarimiz bitta like bosib, inshaalloh deb yozib qoldiringlar. Allohga oson. Sababini qilamiz. Inshaalloh Alloh bundan ham zo'r uchastkalarni nasib qiladi. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Uy Bozor TV bo'ldi.